Diqqat aholiga xushxabar. O'zbekistonliklarga endi pensiya har biriga 918 ming so'mdan. O'zbekiston fuqarolari tezda videoni o'tkazib yubormasdan tezda xabardor bo'ling. Yangi qaror. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aziz do'stlar, birinchilardan bo'lib bugun 20-aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini yetkazamiz. Shundan so'ng esa kimlarga 918 ming so'mdan pensiya tayinlanishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. O'zgidromet agentligi bugun 20-aprel kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. O'zgidromet xabariga ko'ra, bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi va chang to'zonlar bilan kuzatilishi. Harorat kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi ma'lum qilindi. Poytaxtimiz Toshkentda bugun yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Poytaxtimiz Toshkentda havo harorati kunduzi 25-27 darajagacha ko'tariladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda ayrim joylarda bugun qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda shamol tezligi 9-14 metr/sekundgacha kuchayishi. Havo harorati esa kunduzi 13-18 daraja bo'lishi kutilmoqda. Diqqat qiling. Hozirgi kunda O'zbekiston hududida pensiyalar kimlarga qanchadan berilmoqda? Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271 ming so'm. O'zbekiston hududida hozirgi vaqtda bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm. Pensiyani hisoblangan bazaviy miqdori esa 471 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya 918 ming so'm to'lanadi. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,12 ming so'm. Minimal iste'mol savatchasi, ya'ni kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm to'lanadi. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam oylik miqdori 420 ming so'mni tashkil qiladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoga like bosib ushbu ma'lumotlarni kerakli insonlarga yuborib qo'ying.